Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Demak, bizda birinchi mavzu valentlik va kimyoviy formula B mashqlari yechimlarini davom ettiramiz. Demak, boshladik. Xo'p, bizda nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang deyapti. Gidrit bu, ya'ni ta'rif topishim kerak. Gidrit bu elementlarni vodorodli birikmalari gidrit deyiladi. Shuning uchun javob hozir A javob to'g'ri keladi. Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang deyapti. Oksid biri kislorod bo'lgan ikki elementdan tashkil topgan murakkab moddalar yoki bo'lmasam elementlarning kislorodli birikmasi desam to'g'ri keladi. Demak, B javob to'g'ri kelyapti. 1-3. Nuqtalar o'rniga mos keladigan javobni aniqlang deyapti. Sulfit. Sulfit bu elementlarning oltin gurtli birikmasi bo'ladi. Demak, C javob to'g'ri keladi. Xo'p, nitrit bu elementlarning azotli birikmalari. Demak, D javob to'g'ri keladi. Shuni tushunib olsak bo'ladi. Ya'ni gidrit deganda element bo'ladi va yonida H bo'ladi. Ya'ni misol uchun natriy gidrit desa, natriy H tushuniladi. Oksid deganda esa element O bo'ladi. Element O bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana misol uchun natriy oksidi shu holatga ketadi. Sulfit esa misol uchun element bo'ladi, yonida oltin gurti bo'ladi. Misol uchun natriy elementini oladigan bo'lsangiz, natriy sulfit quyidagicha yoziladi. Va misol uchun nitrit deyapti. Nitrit bu element bo'ladi, yonida azot, ya'ni qandaydir element bo'ladi. Va bizda bu yerda natriy misolida ko'radigan bo'lsak, natriy nitrit quyidagicha yoziladi. Shunday deb tushunib olsangiz bo'ladi. 2-1 kaliy gidrit formulasini ko'rsating deyapti. Kaliy bir valentli, vodoroddan bir valentli, birga bir bo'lsa son qo'yilmaganini olamiz. Demak, unda A javob to'g'ri keladi. Kalsiy gidrit deyapti. Kalsiy 2 valentli, vodorod 1 valentli. Mana bu kalsiy 2 valentli, vodorod 1 valentli. Bir bu yoqqa yozilmaydi, lekin mana bu 2 tushib, mana bu yozilganligi uchun mana shu javob to'g'ri olinadi. Fosfor 5 oksid deyapti. Fosfor 5 valentli, kislorod 2 valentli bo'lyapti. Mana shu formula to'g'ri keladi. Yod 7 oksid deyapti. B javob to'g'ri keladi. Yodning 7si kislorodga, kislorodning 2si yodga tushgan bo'ladi. Uglerod 4 oksid deganda mana bu nazarda tutiladi. Chunki mana bu uglerod 4 oksidda nima qisqarib tushgan bo'ladi. Bunday qiladigan bo'lsak, mana bu 4imiz, mana bu 2 bilan qisqarib, mana bu 2 tushgan bo'ladi. Shuning uchun uglerod 4 oksid deganda C javob to'g'ri keladi. Oltin gurt 6 oksid deyapti, u ham qisqarib tushgan bo'ladi. Shunda C javob to'g'ri keladi. Kaliy oksid deyapti, B javob to'g'ri keladi. Kaliy 1 valentli, kislorod 2 valentli. Kalsiy oksid deyapti, A javob to'g'ri keladi. 2 bo'lib son qo'yilmagan bo'ladi. Mis 1 nitrit deyapti. Mis 1 valentli bo'lsa, azot 3 valentli bo'lyapti. Demak, bunda mana bu javob to'g'ri keladi. Mis 1, azot 3. Demak, shu javobni olsak to'g'ri keladi menimcha. Xo'p, temir 2 nitrit. Temirning 2si azotga, azotning 3i demak, temirga tushadi. Javob B bo'ladi. Natriy nitrit, demak, natriy 3, azot, demak, D javob to'g'ri keladi. Magniy nitrit deyapti. Magniyning 2si azotga, azotning 3i magniyga tushgan bo'ladi. B javob to'g'ri keladi. Mis 1 sulfit formulasi deyapti. B javob to'g'ri keladi. Xrom 2 sulfit deyapti. Unda A javob to'g'ri keladi. 2 bo'lib son qo'yilmagan bo'ladi. Rux sulfit xuddi shunday 2 bo'lib son qo'yilmaydi. Alyuminiy sulfit, alyuminiyning 3i oltin gurtga, oltin gurtning 2si alyuminiyga tushgan bo'ladi. Mis 1 fosfit deyapti. Unda C javob to'g'ri keladi. Misni biri fosforga yozilmaydi, fosforning 3i tushib yoziladi. 11-1 litiy fosfit formulasi deyapti. Mana bu C javob to'g'ri keladi. Beriliy fosfit, demak bizda B javob to'g'ri keladi. Temir 2 ftarit deyapti. Temir 2 ftarit, unda C javob to'g'ri keladi. Temir 3 yodid, demak B javob to'g'ri keladi, chunki yod 1 valentli, temir 3 valentli bo'ladi. Beriliy ftorit, beriliy 2 valentli, ftor 1 valentli. Bor yodid, unda bor 3 valentli keladi. Is gazi deyapti. Is gazi bu uglerod 2 oksidiga to'g'ri keladi. Karbonat uglerod 4 oksidiga to'g'ri keladi. Sulfit angidrid deyapti. Sulfit angidrid deganda mana bu SO2 nazarda tutiladi. Sulfat angidrid deganda SO3 nazarda tutiladi. Nomi nima deyapti? Selen 4 oksidi desak to'g'ri keladi bu narsa. Selen 6 oksidi desak to'g'ri keladi. Chunki bu yerda qisqarib tushgan bo'ladi. Selen 3 oksidi demang buni. Chunki bu mana bu qisqarib tushgan bo'ladi. 6 bilan 2 qisqarib, mana 3 ga 3 tushgan bo'ladi. Quyidagi oksidlardan qaysi biri noto'g'ri nomlangan deyapti? Demak, smog oksid, rux oksid,
mana shu simob 1 valentli va 2 valentli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun simob 1 va 2 valentli bo'ladigan bo'lsa, misol tariqasida, bu yerda simob o'zgaruvchan valentlik bo'ladigan bo'lsa, simob o'zgaruvchan valentlik bo'lsa, uni mana bu simob 1 oksidi deb valentligini aytib ketish kerak. Shu yerda valentlik aytilmagan, shuning uchun xato javob deb shuni olamiz. Ya'ni xato nomlangan deb shuni to'g'ri javobga olamiz. Bizdan noto'g'risini so'ragan. Noto'g'ri nomlangan. Nimaga? Chunki valentligini aytmay ketgan bular. Chunki oksid o'zgaruvchan valentlikka ega bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu magniy oksid deyilaveradi bu. Chunki magniyning faqat 2 valentligi mavjud. Lekin simob oksid deyilmaydi bu. Chunki simobning 1 oksidi bor, simobning 2 oksidi bor. Qaysi oksidi ekanligini bilish uchun valentligi aytib ketilishi kerak bo'ladi. Noto'g'ri nomlangan deyapti. Kaliy 1 oksid deyish xato, chunki kaliy o'zgarmas valentli. O'zgarmas valentli oksidga valentlik ya'ni o'zgarmas valentlik elementning oksidi bo'lsa, uni valentligi aytish shart emas. Mana bu bir yo'q bo'lishi kerak. Ular kaliy oksid deyiladi. Nimaga? Chunki kaliyning faqat bir dona oksidi bor. Bir nechta oksidi bo'lsa, mana bu valentligi aytib ketilishi kerak bo'ladi. Hozir kaliyning faqat bir dona oksidi bo'lsa, valentligi aytish xato. Demak, bir yo'l davom ettirib ko'raylik. S mashqlar yechimini ham ko'rib chiqamiz. Demak, davom etamiz unda. Qaysi javobda faqat valentligi o'zgaruvchan elementlar formulasi keltirilgan deyapti. Valentlik nimasini tashlab qolaman men, bir qator nazariy listni kanalimizdan ko'rib o'rganishingiz mumkin. Ya'ni Telegram kanalida Mega kimyo ilmi deb qidiruvga beradigan bo'lsangiz yoki pastdagi havola orqali kirib bemalol o'rgansangiz bo'ladi. O'sha yerda nazariy ma'lumotlarni video ostida qoldirib ketaman. Yoki videodan oldin. Biz qoldirib ketaman aniq xudo xolasa. Qaysi javobda faqat valentligi o'zgaruvchan elementlar formulasi keltirilgan deyapti. Valentligi o'zgaruvchan bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda kaliy o'zgarmas, faqat 1 valentli. Mana bu yerda bariy o'zgarmas, faqat 2 valentli. Lekin mana bu javob to'g'ri kelyapti. Oltin 2 4 6 bo'ladi, xrom 2 3 6 bo'ladi, mis 1 2 bo'ladi, fosfor 3 5 bo'ladi, uglerod 2 4 bo'ladi. Shuni javob shu. Mana bunda kalsiy o'zgarmas bo'lib qoladi. Valentlik o'zgaruvchan elementlarni tanlang debdi. Hop, xlor o'zgaruvchan, temir o'zgaruvchan, keyin azot o'zgaruvchan bo'ldi. Demak, 2 3 5 S javobni olamiz. Qaysi element 2 valentli bo'la oladi deb. 2 valentli bo'la oladi, beriyli bo'la oladi, azot bo'la oladi. Hop, 2 4 5 bo'lyapti. Temir ham bo'ladi, 2 3 bo'ladi. Demak, S javob to'g'ri. Qaysi element 1 valentli bo'la olmaydi deb. Bo'la olmaydi. Fosfor bo'la olmaydi. 3 5 bo'ladi chunki u. Quyidagi o'zgaruvchan valentli elementlar qaysi biri 2 valentli bo'la olmaydi? Bo'la olmaydi deb. Demak, oltin bo'la olmaydi chunki u 1 3 bo'ladi. Ikkisi yo'q. Oltingutning qaysi birikmasi noto'g'ri yozilgan? Noto'g'ri yozilgan deyapti. Mana shu birikma xato yozilgan. Chunki u mana bunday bo'lishi kerak. Natriy 2S bo'lishi kerak. Vodorodning qaysi birikmasi mavjud emas debdi. Mavjud emas. Xo'p, mana bu bor. Bu ham bor. Bu ham bor, lekin mana bu narsa yo'q. Chunki u H2O yoziladi. Quyidagilarning qaysi biri o'zgaruvchan valentli deb. O'zgaruvchan valentli bu yerda uglerod 2 4 bo'ladi. Qolganlari o'zgarmas. Faqat 1 bo'ladi, faqat 1 bo'ladi, faqat 3 bo'ladi. Brom qanday valentli namoyon qilmaydi debdi. Brom qanday valentli? 2 valentli namoyon qilmaydi. Brom o'zi 1 3 5 7 bo'ladi. Shular ichida ikkisi yo'q, shuning uchun shuni olyapman. Marganiz qanday valentlik namoyon qiladi deb. 7 valentlisi bor. Ya'ni bu bor, bir kiradi. Keyin 4 valentlisi ham aniq bor. Keyin yo'q. 6 valentlisi ham bor deylik. 7 valentlisi ham bor, 6 valentlisi ham bor, 4 valentlisi ham bor, 5 yo'q. 3 ham menimcha yo'q.
Bu yerda hozir 5 yo'q bo'ladigan bo'lsa, lekin 3 bor. 6 bor. Ya'ni 2 valent. Короче, men yozib qo'yadi. Marganes necha valentli bo'ladi deb savol beradigan bo'lsangiz menga 2 bo'ladi, 3 bo'ladi, 4 bo'ladi. Yo'q, valentligini yozay rim raqamda. 2 bo'ladi, 3 bo'ladi. Hop, 4 bo'ladi. 4 bo'ladi. Keyin 5 ham bo'ladi. 6 ham bo'ladi. 7 ham bo'ladi. Mashlar asosan demak 1 bo'lmaydi. Demak 7 yo'q javobni olishingiz kerak. Mana A javob to'g'ri kelyapti. Valentligi doimiy o'zgarmas bo'lgan elementni aniqlang. Ruh faqat 2 bo'ladi. Quyidagilardan qaysilari 3 valentli bo'la oladi deb. 3 valentli temir bo'la oladi, oltin bo'la oladi, fosfor bo'la oladi. Demak 1 3 5 1 3 5 qalaydi bilmadim to'g'risi hozir. Bu bo'lmaydi. 2 4 bo'ladi qalay. Demak C javob to'g'ri kelsin. Valentligi doimiy bo'lgan elementlarni tanlang. Doimiy faqat 3 bo'ladi bu. Faqat 2 bo'ladi. Faqat 1 bo'ladi. Doimiylar shularda 1 4 6. C javob to'g'ri kelyapti. Qaysi elementlar 1 valentli bo'la oladi? 1 valentli rubidiy bo'la oladi. Oltin bo'la oladi. Xlor bo'la oladi. 2 5 6. D javob to'g'ri kelyapti. Valentligi doimiy bo'lgan elementni aniqlang. Doimiy kadmiy faqat 2 bo'la oladi. Desam to'g'ri bo'lsa kerak. Quyidagilardan qaysilari 2 valentli bo'la oladi? 2 valentli bo'la oladi. Temir bo'la oladi, qalay bo'la oladi, kalsiy bo'la oladi. Bo'ldi menimcha 1 2 4. A javob to'g'ri kelyapti. Qaysi birikma formulasi noto'g'ri yozilgan? Mana bu xato yozilgan, chunki u natriy 2 S yoziladi. Qaysi javobda valentligi o'zgarmas bo'lgan elementlar formulasi berilgan deyapti. O'zgarmas deyapti. Demak, unda mana bu to'g'ri keladi. O'zgaruvchan debdi. Metal bo'lish kerak ekan. O'zgaruvchan bo'lish kerak ekan, metal bo'lish kerak ekan. Menimcha mana bu javob to'g'ri kelsa kerak. Xo'p, 20. Quyidagilarning qaysilarida fosfor 3 valentli deb. 3 valentli, mana bunda 3 valentli aniq, bunda 3 valentli, bunda 5 valentli bo'lib qolyapti. Demak 2 3 da javob olamiz. Qaysi qatorda o'zgarmas valentli elementlar berilgan? O'zgarmas. Kaliy 1 bo'ladi, ftor ham 1 bo'ladi. Qaysi moddaning nomi noto'g'ri yozilgan deyapti. Noto'g'ri yozilgan. Hop. Fosfat angidrid, sulfat. Mana bu D javob. Chunki sulfat angidrid deganda SO3 tushuniladi. Buni nomi sulfit angidrid bo'ladi. Sulfit angidrid. Shuni tushunib olaylik. Valentligi doimiy bo'lgan elementni ko'rsating deyapti. Valentligi doimiy bo'lgan deyapti. Demak, unda A javob to'g'ri keladi. Faqat 2 bo'ladi. Oltinguyt necha valentli bo'la olmaydi debdi. 7 valentli bo'la olmaydi. Yo'q, 8 valentli bo'la olmaydi. X element azot bilan tarkibli birikma hosil qilsa, xlor bilan qanaqa birikma hosil qiladi? U 3 valentli, 2 valentli metal bo'lgan, ya'ni u qandaydir element bo'lyapti, u 2 valentli bo'lyapti. Chunki mana bu 2 bu valentlikka tegishli, ya'ni buni valentligiga tegishli. Bu 2 valentli bo'ladigan bo'lsa, mana bu birikma to'g'ri keladi. Chunki element bo'ladi, xlor bo'ladi. Bu 1 valentli, bu 2 valentli bo'lsa, mana bu 2 bu yerga tushadi-da. Qaysi javobdan o'zgarmas valentli metallar bir xil valentli namoyon qilgan deb. O'zgarmas tarkibli element metallar bir xil valentli namoyon qilgan. Bo'ldi, mana hammasi bir turibdi mana shunda. Ya'ni metallar qaraysiz, hammasi bir valentli turibdi.
elementlarning valentligiga asoslangan holda qaysi qatorda barcha birikmalar mavjud emasligini toping. Mavjud emasini topishim kerak. Bu bor. Uncha mashi yo'q bo'lsa kerak. Bular bor. Mana shu javobda mana bular yo'q. Quyidagi moddalarning qaysi biri noto'g'ri nomlangan? Mana shu xato yozilgan. Chunki rux oksidi deyiladi. Ikkisi shart emas. Xo'p, D mashqni ham ko'rib chiqamiz. Shu bilan yakunlanadi bizning mavzuyimiz. Demak, davom etamiz. Quyidagi elementlardan qaysilari ham 3 valentli, ham 5 ham 4 valentli va 3 va 4 valentli bo'la oladi deb. Azot bo'la oladi. 3 va 4 demak, marganes bo'la oladi. 1 4 bo'lyapti. B javob to'g'ri olamiz. Quyidagi elementlardan qaysilari ham 2 ham 4 valentli bo'la oladi? 2 bo'la oladi. 2 ham 4 ham bo'la oladi. Hop, 2 ham 4 ham bo'la oladi. Demak, 1 va 4. B javob to'g'ri kelyapti. Qaysi metallar 2 valentli bo'la oladi, lekin 3 valentli bo'la olmaydi? 2 valentli bo'la oladi, lekin 3 valentli bo'la olmaydi. Hop. Shu bo'lsa kerak menimcha 2 4. Ya'ni bularning ikkisi bor, lekin 3 valentligi yo'qda, shuni aytyapti. Quyidagi elementlardan qaysilari 3 va 4 valentli bo'la olmaydi deb. Quyidagi elementlardan qaysilari 3 va 4 valentli bo'la olmaydi? 3 ham 4 ham bo'la olmasligi kerak. Uchi bor, lekin 4 bo'lmaydi. Buni ham xuddi shunday 4 bo'lmaydi. Buni ham 4 bo'lmaydi. 2 3 5. Xo'p, qaysi valentliklarni fosfor ham, xrom ham namoyon qila olmaydi, lekin yod namoyon qiladi? Fosfor 3 5 bo'ladi valentligi. Xrom 2 3 6 bo'ladi. Qaysi valentliklar fosfor ham, xrom ham namoyon qila olmaydi, lekin yod namoyon qiladi? 7 valentlik haqida gapiryapti, ya'ni 7 bunda yo'q. Misol uchun 7 valentlik yod namoyon qiladi-da. Keyin 4 ham yo'q ikkalasida ham. Ikkalasida ham 4 yo'q. 3 4 bor javob olaman. Yo'q, xato ketyapman. Yo, bu 6 ekan, uzr, 4 deb ko'rib turibman. Hozir 1 ham yo'q ikkalasida. 4 5 kirar ekan. 3 bor ikkalasi. Demak, D javob to'g'ri kelyapti 5 ga. Berilgan juftliklarning qaysilarida har ikki element uchun umumiy bo'lgan valentlik mavjud emas? Umumiy bo'lgan valentlik mavjud emas. Berilgan juftliklarning qaysilarida har ikki element uchun umumiy bo'lgan valentlik mavjud emas? Xlorda 1 3 5 7 bo'ladi. 1 3 5 7 bo'ladi. Oltingit 2 3 yo'q 2 4 6 bo'ladi. Demak, haqiqatan mavjud emas. 2 4. Plus birda u juftlik yo'q. Xlor necha desa 1 3 5 7, ya'ni tog' sonlar, oltingit necha desa 2 4 6, juft sonlar umumiy yo'q. Plus bir kiradi. Bir kirishi aniq bo'lsa, mana bu javoblar chiqib ketadi. Uglerod 2 4 bo'ladi, xrom lekin 2 3 6 bo'ladi. 2 umumiy bo'lib qoladi, shuning uchun bu olinmaydi. Yod 1 3 5 7, marganesda 7 si borligi uchun umumiy bo'lib qoladi, 3 olinmaydi. Fosforga qalay? Fosfor 3 5 bo'ladi, qalay 2 4 bo'ladi. Shunda umumiy narsa yo'q, shuning uchun 4 ham olinadi.
Demak B javob to'g'ri olamiz. Qaysi juftliklarda har ikki element uchun umumiy bo'lgan valentlik mavjud deb. Mavjudini tanla deyapti. Birda mavjudlik yo'q. 2 4 bo'ladi. Birom 1 3 5 7 bo'lyapti. Unda bo'lmayapti. 1 3 5 7. Yo'q, bo'lmayapti 2 ham. Yo'q, to'xtab turing. Qaysi juftlikda har ikki element uchun umumiy bo'lgan valentlik mavjud debdi. Umumiy bo'lgan valentlik mavjud. Xrom 2 3 6. Ha, 6 valent xlor deb o'ylabman. Uzr, bu yerda xrom ekan. 2 3 6 bo'ladi. Mana unda ham 6 bor. Demak 6 ikkalasi uchun umumiy valentlik. 6 ikkalasi uchun umumiy valentlik. Ya'ni xrom ham 6 valentlik, oltingit ham 6 valentlik bo'la oladi. U narsa bular ikkalasi uchun umumiy valentlik. Va bizda bir kiradigan javob olinar ekan. Xo'p. Keyin 3 bor javobni olsak, shunda mana bu 5 bor bunda ham 5 bor deb turib 1 3 javob A javobni olamiz. Quyidagi o'zgaruvchan valentli elementlar qatorida qaysi birida elementlarning valentligi bir xil deb. Mana bu 6 valentlik ekan hammasi. Qaysi qatorda o'zgaruvchan valentli metalmaslar bir xil valentlik namoyon qilgan deb. Valentli metalmaslar bir xil valentlik namoyon qilgan. O'zgaruvchan valentli metalmaslar bir xil valentlik namoyon qilgan debdi. Mana hammasi bir bo'lib kelgan mana shu yerda. Hammasi bir bo'lib kelgan. Qaysi qatorda o'zgarmas valentli metallar har xil valentlik namoyon qilgan. O'zgarmas valentli metallar har xil valentlik namoyon qilgan deb. Mana o'zgarmas, lekin 2 yo'q, deydi. 2 ko'p bo'lar. Mana o'zgarmas, lekin 1 2 3 har xil valentlik namoyon qilgan. Shuning uchun shuni olamiz. Quyidagi o'zgaruvchan valentli metallarning birikmalari qatorida qaysi biri elementlarning valentligi bir xil deb. Quyidagi o'zgaruvchan valentli metallarning birikmalari qatorida qaysi birida elementlarning valentligi bir xil? O'zgaruvchan bo'lish kerak, valentligi bir xil bo'lishi kerak. Mana bu bo'lyapti. Hammasida 4 bo'lyapti. Qolgan 4 kelmayapti. O'zgaruvchan tarkibli, valentli va hammasi 4 turibdi. Qaysi qatorda o'zgarmas valentli metallar har xil valentlik namoyon qilgan? O'zgarmas valentli bo'lishi kerak, har xil valentlikda kelgan bo'lishi kerak. Mana shu. Qaysi qatorda o'zgaruvchan valentli metalmaslar bir xil valentlikda namoyon bo'lgan? O'zgaruvchan bo'lishi kerak, bir xil valentlikda kelgan bo'lishi kerak. Hammasi yo'q. Mana unda bor o'zgarmas bo'lib qolyapti. Mana bu to'g'ri kelyapti. O'zgarmas valentli metallar bir xil valent. Bo'ldi. Hammasi bir bo'lib kelgan bu yerda. Xlor, brom yodlari o'zgaruvchan, lekin bu yerda hammasi bir valentli bo'lib kelgan. Qaysi qatorda o'zgarmas valentli metallar har xil valentli namoyon qilgan? O'zgarmas valentli har xil valentli namoyon qilgan. Qaysini olamiz ekan? Mana 2 1 3 bo'lyapti. Shu javob to'g'ri keladi. Qaysi qatorda formulasi berilgan moddalarning barchasi amalda mavjud deb. Amalda mavjud. Xo'p, amalda mavjudi. Mana bu to'g'ri keladi. Yo'q, to'xtab turamiz. Bu yerda mana bu fosfor 4 xlorid bo'lmaydi. Shuning uchun bu yo'q bo'ladi. Chunki fosfor 3 xlorid, fosfor 5 xlorid bo'lsa bor edi, lekin bu yo'q. Mana bu javob to'g'ri keladi. Demak, shu bilan birinchi mavzu yakunladik. Ya'ni valentlik va kimyoviy formula mavzusini yakunladik. Keyingi mavzularda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar.
videoni YouTubedan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, like, kommentariy qoldirib o'ting. Telegramdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, yaqinlarga ulashishni unutmang. Salomat bo'lasizlar. Qolgan videolarim tez orada chiqadi.